Tarixdagi jumboqli savollardan yana biri. Tarixdagi eng ko'p xotinli hukmdor kim bo'lgan? Mutesa birinchimi? Mo'g'la Ismoilmi yoki Chingizxonmi? Shoshilmang, javob oxirida. Reytingga qarasak, Buganda qiroli Mutesa birinchi taxminan 700-800 ta xotini bilan birinchi o'rinda turadi. Marokash sultoni Mo'g'la Ismoil haramida 500 ga yaqin ayol va kanizak bo'lgani bilan ikkinchi o'rinda. Uchinchi o'rinda buyuk Boburiylar imperatori Akbar Shoh. Uning saroyida 300 ga yaqin ayol bo'lgan. 4-o'rinda Eswatini qiroli Sohbuza ikkinchi 125 ta ortiq xotini bilan. 5-o'rinni esa biz taniydigan Abdulaziz ibn Saud egallagan. Eng qiziq savol: Chingizxonchi? Ayrim ma'lumotlarda uning haramida 7000 dan ortiq ayol bo'lgan deyiladi. Ammo ishonchliroq tarixiy ma'lumotlarda Chingizxonning eng muhim xotinlari 4 ta, ya'ni Borte, Xulan, Yesuvi va Yesurgen sifatida tilga olinadi. Rashiddin ma'lumotlarida esa uning 5 ga yaqin xotin va kanazaklari bo'lgani aytiladi. Demak, Chingizxon bu reytingda eng sirli hukmdor. Rasmiy xotinlari kam, ammo harami nihoyatda katta bo'lgan bo'lishi mumkin. Sizningcha Chingizxon nechinchi o'rinda turishi kerak? Izohlarda yozib qoldiring.